Bu yerda asosiy maqsad sog'lom tuxumdon to'qimasini qoldirib, kista kapsulasini olib tashlash. Kirganimizda mana bunaqa kartina, mana endometrioz, mana matchniy turbalarda endometrioz, brushnoy stenkalarda endometrioz o'choqlar va mana ikki taraflama endometrioz kistasi, mana hamma joyda achak endometrioz. Bu yerda demak kista aniqlangan 1,5 yil oldin adashmasam. Nazoratda yurishgan, kistani o'lchami unaqa katta bo'lmagani uchun bemorga operativ muolaja tavsiya qilinmagan. Menga kelganlarida bu yerda onkomarkyor tekshirdim. Onkomarkyor bo'yicha ozgina o'zgarish bergani uchun operativ muolaja tavsiya qilindi. Onkomarkyorlar baland bo'lganda kistani o'lchami qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar operatsiya qilish kerak, bo'lmasam risk, onkologiyaga doim risk hisoblanadi. Demak, biz hozir kapsulani vloshivit qilib oldik. Sog'lom tuxumdon to'qimani qoldirdik. Hozir qon to'xtatish etapidamiz. Gemostaz deydi. Gemostaz qilamiz. Yana qayta tekshiruv o'tkazamiz, chunki bu yerda o'zgina qiyinroq holat, ya'ni endometrioidning kistasi bitta kamera emas, bir necha kamera. Chap taraf tuxumdonga o'tdik, chunki chap taraf tuxumdonida ham kistasi bor bemorda. Hozir shu jarayondamiz. Biz hozir bemorga protovospaychniy gel quyib chiqamiz, chunki bemorimizda chandiqli protsess edi, чтобы bemor bu holat bilan qiynalmasligi uchun quyishimiz kerak. Mana aziz ayollar, bugungi bizni operativ muolajamiz o'z yakuniga yetdi. Biz o'ylagan maqsadimizni qildik, ya'ni sog'lom tuxumdon to'qimani qoldirib, kistani kapsulasi bilan olib tashladik. Bemorda operatsiyani oxirida biz chandiqqa qarshi gellarni quyib, oxirida operatsiyani yakunlab chiqib ketdik. Demak, agarda sizlarni hayz paytida kuchli og'riqlar, hayz oralig'ida jigarrang ajralmalarni kelishi, jinsiy aloqa paytida kuchli og'riqlar bezovta qilsa, albatta siz ginekologga murojaat qilishingiz kerak.